Navbatdagi obyektimiz Infinity turar joy majmuasining 15-qavatida joylashgan terrasi. Bu yerda biz terrasa qismida to'liq landshaft ishlarini olib boryapmiz. Balandlik sababli barcha o'simliklar va materiallar kran orqali yuqoriga ko'tarildi. Ish jarayonida terrasa sharoiti to'liq hisobga olindi. Quyosh va shamolga chidamli o'simliklar tanlandi. Tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatildi. Bezak uchun esa qora va oq toshlardan foydalanildi. Bizning maqsadimiz terrasani faqatgina chiroy uchun emas, dam olish va qulay yashash mumkin bo'lgan makon yaratishdir. Sizning obyekt terrasangizda ham shunaqa loyiha bo'lishini xohlarmidingiz?